foydali maslahatni eshitib, hozir ninaga ip o'tqizyapsizlar shu. hop, keling mana, kelavering. Barnos, siz ham keling. Chunki bugun oshxonamizning egasi, Zulfizar Qahhorova foydali bo'lgan ichimlikni, tavsiyalarni taqdim etar ekanlar. Aynan mana izolat ham aytib o'tdingiz-ku, kasal bo'lib qolgan tomoqlari, shuning uchun diqqat bilan eshitsangiz yaxshi bo'ladi. Zulfizar, xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar. Bugun aynan yo'tal kasalligi, yo'tal bilan ko'proq murojaat qilishyapti. Bolalarimizda ham, kattalarimizda ham aynan kuz mavsumida, demak sovuq ozgina tushdi. Shuning uchun biz bugun yo'tal kasalligi uchun, ya'ni yo'tal uchun damlama tayyorlab bermoqchiman. Oson va hammani qo'lidan keladigan, uyda bor narsalardan foydalanish uchun mana bizga bodom, shirinmiya va namatak mevalari kerak bo'lar ekan. Buni tajribadan o'tkazganman va juda ham yaxshi yordam beradi. Bizga hozir mana hozir nima uchun bodomni po'stlog'i archilmadi yoki bo'lmasa chaqib olinmadi degan savol tug'ilishi mumkin. Buning uchun demak po'stlog'i bilan solinganda ham po'stlog'idagi o'zidagi vitaminlar, o'sha yo'talga qarshi moddalar juda ham yaxshi yordam berar ekan. Keyingi dasturlarimiz albatta chaqirsanglar, nima uchun po'stlog'i nimaga foydaligini aytib beraman. Bu qolaversa qattiq bodom. Qattiq bodom emas, qattiq bodom ekan. Qattiq bodom. O'zi qattiq bodomni sutga qo'shib ham ichsa yaxshi. Qaynatib, qattiq bodom, shirin bodomda oziqaligi bor, lekin shifoligi kamroq. Achchiq bodomda shifoligi ko'p, lekin uncha oziqa bo'la olmaydi. Shuning uchun biz shirin bodomni tanladik. Bolajonlarimizga ham, qariyalarimiz ham bemalol mazza qilib damlab ichgandan keyin danagini chaqib yeyishlari mumkin. Mana 7-8 dona olamizda. Yuvilgan, tozalangan, albatta yuvib, tozalab qo'yganmiz. Buni mana bu shirinmiya ildizi hisoblanadi. Bundan bitta po'stloqcha tashlab yuboramiz. Va 250 gram miqdorida suvga damlaymiz. Sovuramiz. Endi aslida shaxsan o'zim damlash deganda qanchadir daqiqa turishi kerak bo'lgan ichimlikni tushunaman. Shu damlama ko'rinishida bo'lishi kerakmi yoki mana qaynagan suvni quydik-ku, ichadigan darajada sovigungacha yetarlimi? Men ba'zida buyuraman, Ranopa buni damlab turib, qaynab to'g'rilsa, agar idishga solib, nirjavishli idishlar bilan anaqa o'sha zaynamaydigan idishlarda bitta damlab turib, so'ng qaynatib oladigan bo'lsak, bu yana ham shifoliroq bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni 2-3 kunda o'sha isitma ham tushadi, yo'tal ham to'xtar ekan. Men o'zim, chunki oilamizda farzandim ham, turmush o'rtog'im ham xuddi shunaqa qilib ichganimizda zo'r foyda qiladi. Demak, darhol dorixonaga chopmaysiz. Juda to'g'ri. Buni qayta